O'zbekistonga sovuq havo kirib kelmoqda. O'zgidromet joriy yilning 22-24 yanvar kunlari O'zbekiston hududiga nam va sovuq havo massalari kirib kelmoqda. Bu haqda O'zgidromet ogohlantirish bilan chiqdi. Ma'lum qilinishicha, 22-23 yanvar kunlari kechasi va ertalab O'zbekiston bo'yicha asosan qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik bo'ladi. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida 22-23 yanvar kunlari qor yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 15-20 metr/sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda ba'zida 22-25 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. 22-24 yanvar kunlari harorat kechalari 3-8 daraja sovuqqacha, kunduz kunlari 3 daraja sovuq, 2 daraja iliqqacha. Shimolda kechalari 12-15 daraja sovuqqacha, kunduz kunlari 2-5 daraja sovuqqacha pasayadi.